Assalomu alaykum. Bugun siz bilan o'zini o'zi rivojlantirish haqida savollarga javob berib o'taman. Birinchi savol, sizningcha o'zini rivojlantirishga eng ko'p nima to'sqinlik qiladi va qanday yengsa bo'ladi? Mani fikrimcha eng katta to'sqinlik bu lazy, dangasalik. Dangasalik deb olsak bo'ladi. Ko'p odamlar boshlashdan qo'rqadi. Lekin mukammallikni kutadi. Xohlagan sohani noldan o'rgangandan keyin hech qachon boshlagandan keyin hech kim bittada zo'r yoki 100% ideal qilish iloji yo'q. It's impossible. Shuni hisobiga hammada boshida qanaqadir mayda-chuyda kamchiliklar bo'ladi. Lekin u kamchiliklarni to'g'irlashga harakat qilmasdan mukammal bo'lishini kutish bu o'sha to'sqinlik qiladigan omillardan deb bilaman. Keyin har kuni 10 daqiqa o'qish yoki bir betdan o'qish kichkina step by steplar bir yilda judayam katta rezultat olib keladi. Ya'ni siz o'ylagan kichkina qadamlar katta srokda yaxshigina odat bo'lishiga olib keladi. Kichkina qadamlar judayam katta ahamiyatga ega. Ikkinchisi, o'zini rivojlantirishda ustoz muhimmi? Har doim kerakmi? Nega? Ustoz ustoz ko'rgan odam bilan ustoz ko'rmagan odam farqi juda ham katta bo'ladi. Ustoz ko'rgan odamda ustoz unga, shogirdiga, ya'ni studentiga, o'quvchisiga o'zidan boshidan o'tgan hamma o'sha to'sqinlik, o'sha xatolarni aytadi, o'zini boshidan o'tganlarni, va shogird o'shani qilmaslikni biladi oldindan. Bizani tezroq o'qishimizga harakat qiladi ustozimizni, o'sha ustozimizni opiti bilan, ustozimiz maslahati bilan biza tezroq o'sha natijaga chiqa olamiz. Lekin hozirgi kunda internet va kurslar tufayli o'zimiz ham bemalol o'rganishimiz mumkin, lekin bu siz ustoz bilan o'rganishdan ko'ra ancha sal sekinroq bo'ladi. Lekin baribir odamni o'zida xohish va iroda bo'lsa, ustoz siz bo'ladimi, ustoz bilan bo'ladimi, bemalol tez o'rgansa bo'ladi. Lekin baribir ustoz ko'rgan yaxshiroq. Uchinchi savol, siz o'zingizni qanday rivojlantirishga harakat qilasiz? Man har kuni o'z ustimda ishlashga, o'zimni kamchiliklarimni topishga, ularni bartaraf etishga harakat qilaman. Har kuni kam vaqtdan bo'lsa ham bitta habit qilishni o'rgandim. Ya'ni kuniga bir betdan bo'ladimi, yarim betdan bo'ladimi, 5 minutdan bo'lsa ham consistency, har doim har kuni o'qish odat tusiga kirsa, bu juda ham yaxshi bo'ladi. Va har xil onlayn kurslar sotib olish har doim yaxshi. Bilimni erta-kecha yo'q va qancha ko'p narsa o'rgansa, o'zimizga shuncha yaxshiligini hisobiga har xil kurslarni o'rganish, bitta kurs tugatgandan keyin boshqa kursni olish ham bu o'sishga, o'zini rivojlantirishga, komfort zonaga tushib qolmaslikka yordam beradi. Eng muhimi, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Xato qildimi, xato qilgandan keyin uni to'g'irlashga va u xatoni boshqa qilmaslikka harakat qilish kerak. Ular xatolasiz hech kim muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Xatolar bilan ularni o'rganib, ularni ustida ishlagan holatdagina keyin muvaffaqiyatga erishadi. Xatolasiz bularni iloji yo'q. O'zini rivojlantirish bu hech qanaqa musobaqa emas. Bu lifetime. Bu hayot tarzi sifatida olsak bo'ladi. Har kuni ozgina vaqtdan o'zimizga ajratishimiz bu o'zimizni kelajakda yaxshi bo'lishimizga albatta yordam beradi.